Assalomu alaykum. Men chempion bo'la olmadim. Sportga yutasan yo yutqazasan, lekin bolalarim uchun har doim men chempionman. O'zbekistonning prezidentidan, rahbariyatlaridan, prokuraturadan, sudyalardan men minnatdorman, chunki farzandlarimning yoniga ozodlikka chiqarishdi meni Damashqning arestiga. Men ularga rahmat deb aytaman. Shu musobaqamdan keyin hayotim juda ham teskariga aylanib ketyapti. Eski haydagan mashinalarning videolari chiqib ketdi. Keyin Toshkent shahar prokuraturasidan protest kirdirilibdi sudga. Nimaga qanaqa kirdirilgan 2-fevral kuni uni bilmadim-u, qamoq bilan bo'lgan jazo qilib berishlaringizni so'raymiz deb. 17-fevral kuni bizni sudga chaqirishgan. Meni qamoqqa bo'lgan jazo bilan almashtirishlari mumkin. Farzandlarimni ko'ziga men qamoqqa vaqtim quvonch yo'q edi. Men ko'chaga chiqdim, farzandlarim hammasini ko'ziga quvonch bor. Ota farzandlarning yoniga bo'lsa quvonch bo'ladi. Mayli meni qamab qo'yishi mumkin. Men o'zim qornimni to'ydirishim mumkin. Men ichkariy bo'lib, lekin mana to'rtta bolamni qornini kim to'ydiradi? Farzandlarimni ko'zdan quvonch ketadi-ki. Men O'zbekiston prezidentimdan, rahbariyatidan so'rayman. Ichmasam, chakmasam, qimor o'ynamasam, qimorni taqlid qilmasam, meni nima sababdan qamashadi? Men shuning uchun prezidentimdan, u kishining qizlaridan, oilasidan iltimos qilib so'rayman, rahbariyatdan iltimos qilib so'rayman. Meni farzandlarimni yoniga qolishlik, ulardan motivatsiya olib, harakat qilib, jang qilib, O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarishim. Men chet ellarga qiynaldim, shuncha yurdim, lekin O'zbekistonga kelib maza qilib yashayapman. Bundan men faxrlanaman o'zbekligimdan. Shuning uchun men sizlarga chiqolman. Meni sudga chaqirishyapti. Protest kirdirilgan, uni qaytadan qamoqqa almashtirilsin deb. Qamoqqa aylantirilsa, men qamoqqa ketsam, farzandlarimning yoniga, meni ota-onamning yoniga kim qolishi mumkin? Bu bosh egib video qilish emas. Farzandlarim uchun har bir ota hamma narsaga tayyor turadi. Uydan chiqmaslikka tayyor turadi. Farzandlar uchun hamma narsaga ota tayyor turadi. Sizlarga shuning uchun murojaat bilan chiqaman. Xalqim, qamalishim oldi ham video qilganman. Mana chiqibman sizlarga rahmat aytdim. Prezidentimdan, xalqimdan yana ham sizlarga iltimos qilib, yana ham sizlarga chiqaman. Blogerlardan yetib borsin prezidentimga, rahbariyatlarda men qolishligim. Farzandlarim yoniga O'zbekistonning bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga. MMAdan birinchi marta chiqdim, birinchi marta MMAga. Alloh xohlamadi yutqazdim. Lekin men kulachga, moytaysman. MMAni ham shug'ullanamanda, men shunaqa qaytmayotgan bo'laman. Bayrog'imni yuqoriga ko'tarib, qanaqa O'zbekiston o'g'lonlarini ko'rsatish uchun-ki. Shuning uchun sizlarga shu videoni qo'yaman. Tarqatib, rahbariyatdan, sudyadan, O'zbekiston prezidentimdan iltimos qilib qolaman. Qamoq bilan bo'lmagan jazo qilib berishlaringizni, o'sha joyga qoldirishlaringizni xohlayman. Hattoki jangning vaqti 9:30-9 ga o'yga bo'ldim. Men farzandlarimni yonayman. Men undan xursandman. Sizlardan iltimos qilib qolaman, hamma blogerlardan va aka-ukalarimdan bu videoni inshaalloh maksimal men qo'llab-quvvatlashlaringizni, sizlarning yuraklaringizga, men ishonchlaringizga ana shunday qolishni xohlayman. Hammalaringizga rahmat sizlar. Men xalqimdan, prezidentimdan, rahbariyatdan iltimos qilib qolamanki, o'sha uy qamog'iga, o'sha kuchga qoldirishlaringizni xohlayman. Farzandlarimning yoniga bo'lib, ularga dalda bo'lib, O'zbekistonimga, farzandlariga o'rnak bo'lish uchun, bayroqlarni yuqoriga ko'tarishga, ko'rib mendan motivatsiya olishga, harakat qilishga yordam beraman va sizdan shuni iltimos qilib qolaman. Rahmat sizlarga.